nazariy tayyorgarlik bilan boshlandi. Unda murabbiylar shtabi bo'lajak raqib Saudiya Arabistoni terma jamoasining o'yin uslubini chuqur tahlil qildi. Jamoaning kuchli va zaif tomonlarini o'rgandi hamda shunga mos taktik yo'nalishlar ustida ishladi. Shuningdek, tushdan keyin O'zbekiston terma jamoasi Islom birdamligi o'yinlari o'tkaziladigan Olimpiya sport majmuasida rasmiy mashg'ulot o'tkazdi. Ushbu jarayon futbolchilarga o'yin maydoni, muhit va sharoitlarga moslashish imkoniyatini yaratdi. Ertalabki nazariy tayyorgarlikdan kelib chiqqan holda bo'lajak raqib o'yin uslubiga qarshi turli kombinatsiyalar va standart vaziyatlar ustida ish olib borildi. Shuningdek, himoya hamda hujum chizig'i o'rtasidagi bog'lamlar ko'rib chiqildi. Boshlang'ich va zaxira to'rtliklar tarkibi yana bir bor ko'zdan kechirildi. Mashg'ulotlar juda ko'tarinki kayfiyatda, ishchanlik va jangovar ruhda o'tdi. Turnirga jiddiy hozirlik ko'rgan va